Li 9 da puliga Denza N8L bosib yuborasizmi deyman ha. Denza N8L. N9 dan farqi atigini 3 sm yo'q, 5 sm-gina va parogi bo'lmaydi bunda. Lekin o'sha knopkada ochilishlar, kirab yurish, 360 aylanishi, diskalar, panorama tom, luk, 3 qatorli sidenyalar, 3 ta elektromotorligisi, 2 litr turbina motor. Yana nima kerak? Li 9 dan ancha arzonroq. Bunaqa aqlli mashina navrotlisdan menimcha topa olmasangiz kerak. Bu narxda yo'q. Qarang, mana pardalarigacha bor. Akustika sistemalari, voy. Mahallada to'y qiladigan akustika sistemalarigacha. Nima deysiz? Knopkalarni aytmaysizmi? Voy, xrustanli hamma yog'i. Keling, bitta ko'ramiz. Xrustanli knopkalari. Dizayn lekin bomba. Shunaqa Denza N8 kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda raqamlarni qoldiramiz, aloqaga chiqinglar.